Assalomu alaykum, Bunyodjon Kimyotir kanali obunachilari. Bugun sizlarga mana shu o'zimizni, qo'ylarimizni boqishlarni o'rgatamiz. Mana shu yerda 5 bosh qo'y, 5 ta qo'ylar mana bu gigant qo'chqorimiz. Mana ko'rsatamiz. Mana qo'ylar. Qo'y katta. Buni bo'ylarini aytamiz hozir. Mana shu qo'chqorning bo'yi 90-95 plus minus. Mana bu sovuq, mana shu sovuq. Mana shu qo'yni hozir. Mana shu qo'yni bolasi sutdan chiqqan ajragan ham. Bu 2 tish. Mana bu qo'zi, bu 4 tish. Bu qo'zi hali qo'chqor, bu ham. Mana shu qo'chqor. Keyin mana shu oq boshli qo'chqor. Qolgan 3 ta so'liq. Ko'ryapsizlar qo'ylar. Chiroyli uzun qo'ylardan olganmiz. Mana buni 7 millionga oldik. Ko'rgan bo'lsalar, katta qo'y. 7 millionga olganmiz. Buni qishda olganmiz. 3 million so'mga olganmiz. Ana Xudo xolasa bu ham tug'di. Ana o'sha bolasini o'zini hozir 3 millionga bermaymiz. Bolasini o'zi 3,5 million, 4 million bo'lyapti hozir. Bu qo'chqorni ham mana shu ikkalasini jup qilib olib kelganmiz. Ikkalasini 4 million 500 mingga olib kelganmiz yo'l kirasi bilan. Hozir bularni jupini 8 millionga bermaymiz. Bu qo'ylar sotilmaydi. Mana yeyishlarni ko'ryapsizlar. Qirsillar yeb tushadi. Mana hozir eng katta qo'y mana shu qo'y. Bu ikkinchi o'rinda turadi. Qo'ydi kilosi 90-85 kilo plus minus. Lekin 85 chiqmaydi. 90 dan baland chiqadi. Bu qo'yning kilosi 40 kilo, 45 kilo. Shuni o'zi hozir bor, xuddi mana yakkasini bor bolalar. Bozorga chiqishlar 5 million, 4,5 million deydi. Mana. Hozir sizlarga mana qattiq nonni ham yeyishni ko'rsatib beramiz. Qo'ylarimiz tomosha qilinglar. Zo'r qilib olganmiz. Aytib qo'yapman, bu qo'ylar sotilmaydi. Hozir ko'rsatgan bo'lsalar, mana shu bo'g'oz. Mana shu bo'g'oz bilinadi o'zi. Mana. Bu mana shu sherigi. Mana bu erkak, mana bu ham bo'g'oz, mana shu bo'g'oz. Ana qo'ralari yaxshigina, mana eshiklari ham yaxshi. Bu ikkinchi qafas. Ular kunda almashib turamiz. Ventilyatorlarga qo'yganmiz, ana ventilyatorlar ishlaydi. Buni yozgi kunda yoqamiz. Bu yerda har ehtimolga qarshi mana bu yerda svet bor. Ana qo'ranichi. Ana o't qo'ylar o'sishyapti. Mana ko'ryapsizlar qo'ylarni. Hozir o't yeyishini ko'rsatamiz. Mana salgina o'tsiz olgan yeyishni ko'ryapsizlar. Qo'ylar sog'lom. Qo'ylar xudo xolasa sog'lom qo'ylar. O'rani ham, o'tlar yeydigan joylar mana qafaslarni dadamiz o'zi yasagan. Ana qo'ylar. Kattagina qo'y, yiri. Mana buni qaranglar. Mana shu bolasi deganman, bu o'zi ajraldi. Lekin mana shu qo'yga lak bosib qo'yasizlar, lak bosinglar. Laklar tirsillatasizlar. Mana. Yeyishlarni ko'ryapsizlar. Zo'r yeydi qo'ylar. Zo'r. Mana.
Hozir endi sizlarga qattiqdan yeyishini ko'rsatamiz. Mana uzumlar, barglar yeyishini ko'ryapsizlar. Masalan, sizlar hozir qo'ydi har xil qilib biz просто sizlarga ko'rsatganini qilib beryapmiz. Har doim malaganda it mana ovqatlar yeyishi. Mana zo'r yeydi qo'ylar. Sizlar masalan rejim qilasizlar. Ertalab etsam qo'ylar ertalab 6:30 uyg'onishadi. 7 da ovqat berishlar, 7-6:30 da birinchi mahal ertalabki. Shuni 7-6 da berasiz. Keyingi bemalol bu qo'y boqish oson, keyin kelasiz. Yana 7-5 da 7-8 ashnaqalar o'rtasida kelib turib yana bitta to'ldirib, oxirini to'ldirib ovqat qilib qo'yasizlar. Mana masalan hozir mana shu qo'yimiz yemlangan qo'y. Bizga yemlangani kerak emas. Biz shuni oldik. Bizga просто bu zotga. Hozir eng yetakchi qo'y mana shu. Sochkaska. Yoqqan bo'lsa like va obuna bosishni unutmang. Kanalimizga kirib obuna bosishni unutmang. Xayr deb qolamiz.